Elhamdülillah, 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 elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la kuvvete lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi işrah li sadri ve yessir li amri ve hlul uqtadan min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme la sehle illa me cealtahu sehlen ve ente tecalul hazne izâ şita sehlen. Amma ba'd. Parvardigorim, hozir mana bu kelgan ziyoratimizga hojatda hojonlar yo'q, duo qilmayman. Duo qilmayapmiz. Ma'ruz nima qilyapman? Hozir mana bu kelgan joyimiz, manzilimiz Jannatul Muallo deyiladi. Jannatul Muallo qabristoni. Madinada katta qabriston, Jannatul Boqiy qabriston. Makkada Jannatul Muallo qabristoni eng katta qabriston. Bu joyda yotgan, qabrda yotgan ahli qabrlar hammalari shahidlar, sahobalar. Eng afzali Sayyidalar onasi bo'lgan Hazrati Hatice onamiz roziyallohu anhuni qabrlari. Ana shu eng tevaligida bir tane daraxt o'sib turibdi, ko'rdinglarmi? Mana shu qabristonni mana ko'ryapsizlar hammangiz. Birorta daraxt o'smagan, o'smaydi. Lekin Hatice onamiz qabrlarining ustida bitta daraxt o'sib turgan. Qishda ham, yozda ham, kuzda ham bu bir xil turadi bu daraxt. Devor tagidagimi? Ha, u tevaligida burchakdagi. Bu ha, mana shu Hatice onamizning qabrlarining ustida bitta daraxt doim ko'karib o'sib turadi. Bu Hatice onamizning hayotlaridan ozgina ma'lumot beramiz. Bu Hatice onamiz bu Makkada eng boy savdogar ayol bo'lganlar. Makkada ham chiroyli bo'lgan, lekin ham savdogar bo'lganlar. Qanday savdogar? Bozorga chiqib savdo qilib yurmaganlar. Shunday savdogar bo'lganlarki, ya'ni karvonni to'ldirib berganlar. Karvonga barcha kerakli narsa olib berganlarda, karvonga bir bosh qilib bir erkakni tayinlaganlar. Bu erkak borib savdo qilib kelgandan keyin foydani teng o'rta taqsimlaganlar. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilar Abu Talibning xonadonlarida yashab yurgan vaqtlarda Hatice onamiz karvonlarga karvon boshi iziltgan bo'lardi. Ya'ni savdo qilgan